Endi do'stlar, ikkilamchi gipertenziyani sabablari va patogenezi haqida gaplashib o'tamiz. Birinchi o'rinda gaplashadiganimiz bu buyrak qon tomir kasalliklarida. Buyrak qon tomir kasalliklarida asosan ikki xil holat bor. Ya'ni bular renal stenoz, ya'ni buyrakning qon tomirlarini to'rayishi. Va ikkinchisi bu surunkali buyrak kasalliklari. Surunkali buyrak kasalligi, ya'ni xalq tilida aytib qo'yamiz, buyrak qurishi deb qo'yamiz buni. Buyrak qurishi. Buyrak qurishi har ikkalasi, ya'ni renal stenoz ham, surunkali buyrak yetishmovchiligida ham har ikkalasida nima bo'ladi? Buyrakda qon aylanish buziladi va buyrak faoliyati yomonlashadi. Buni oqibatida buyrakda renin angiotenzin aldosteron sistemasi, ya'ni RAS sistema aktivlashadi. Renin angiotenzin aldosteron sistemasi aktivlashishidan bilasizlar, organizmda nima ortadi? Angiotenzin 2. Angiotenzin 2 miqdori oshishiga olib keladi. Bu esa kuchli vazokonstruksiya bo'lib keladi. Kuchli vazokonstruksiya bo'lib keladi, ya'ni qon tomir to'rayishi ortadi. Bu esa arterial bosimni ko'tarilishiga olib keladi. Sizlar bilasizlarki, aynan buyrak arteriyasi stenozi bor yoki buyrak yetishmovchiligi bor bemorlarda hech qaysisida qon bosim past bo'lmaydi. Hammasida qon bosim yuqori bo'ladi. Ba'zilarda hatto 200-220 undan ham baland bo'lib ketishi mumkin. Bunga asosiy sabab aynan mana bu RAS sistemasini aktivligi oshib ketishi va buning oqibatida angiotenzin 2 ni sintezini oshib ketishi va u qon tomirni kuchli toraytirish, ya'ni vazokonstruksiya hisoblanadi. Endi bu yerda boshqa sistema ham bor. Misol uchun RAS sistemasida biz bilamizki, vazopressin gormon aktivligi ham oshib ketadi. Bundan tashqari renin angiotenzin aldosteron sistemasida aldosteron miqdori ham oshib ketadi va bularning umumiy hammasi birgalikda nimaga sabab bo'ladi? Arterial qon bosimini oshishiga sabab bo'ladi. Demak, ikkilamchi gipertenziyada, ya'ni bemorda buyrak qon tomir kasalligi bo'lsa, ya'ni renal stenoz yoki surunkali buyrak yetishmovchiligi bo'lsa, unda davleniyani ko'tarilishiga sabab aynan shu kasalliklar hisoblanadi. Bu gipertoniya kasalligi hisoblanmaydi. Bu ikkilamchi gipertenziya. Siz mana bu ikkala kasallikni bartaraf qilsangiz, qon bosimi normaga keladi. Xo'p, keyingisi endokrin bez kasalliklaridan. Endokrin bez kasalliklaridan birinchi o'rinda bu qalqonsimon bez kasalliklari hisoblanadi. Qalqonsimon bez kasalliklaridan gipotireoz hamda gipertireoz kasalliklari. Gipotireoz va gipertireoz kasalliklari. Bunda qanday bo'ladi? Misol uchun birinchi gipotireozni ko'radigan bo'lsak, gipotireozda T3 va T4 gormonlarini miqdori nima bo'ladi? Kamayib ketib qoladi. T3, T4 gormonlari miqdorini kamayib ketib qoladi. Bu gormonlarning miqdorining kamayishi qon tomir tonusini pasaytirib yuboradi, ya'ni qon tomir tonusi ham pasayadi. Ya'ni qon tomirlar kengayadi, davleniya tushadi. Dastlab qon tomir pasayib, qon tomir tonusi pasayib, qon tomir kengayib, davleniya tushishiga olib keladi organizmda. Organizmda davleniya tushgandan keyin bilamizki, organizmda kompensator mexanizm ishlaydi. Kompensator mexanizm tomir tonusini oshirishga olib keladi. Tomir tonusini oshirib oladi. Bu esa organizmda qon bosimini oshishiga olib keladi. Asosan T3, T4 miqdori kamayishi natijasida bu total periferial resistentli, ya'ni umumiy periferik qarshilikni oshishiga, bu esa arterial bosimni oshishiga olib keladi. Bu gipotireoz. Gipotireozda ham, gipertireozda ham qon bosimi ortadi. Faqat gipotireozda qarama-qarshi, ya'ni nimasi bo'ladi?
diastolik qon bosimi oshadi asosan. Sistolikdan ko'ra diastolik qon bosimi ko'proq oshadi gipotireoz kasalligida. Endi gipertireoz kasalligi bu qanday kasallik? Bilamizki, bunda gipertireozda qalqonsimon bez gormonlari T3, T4 miqdori nima bo'ladi? Oshib ketib qoladi. Qalqonsimon bez funksiyasi kuchayib ketadi. Bu o'z navbatida T3, T4 gormonlar bilamiz yurakda va qon tomirlarida, asosan yurakda adrenal retseptorlar sintezini oshirib yuboradi. Ya'ni misol uchun aytaylik, yurakda beta 1 adrenal retseptor sintezini oshirib yuboradi. Beta 1 adrenal retseptor sintezi oshgandan keyin u adrenalin, noadrenalinga sezuvchi bo'lib qoladi. Ya'ni yaxshiroq sezadi odatdagiga nisbatan. Natijada yurakni qisqarish kuchi, qisqarish chastotasi, ya'ni yurak urish soni, yurakni qisqarish kuchi oshadi. Ya'ni heart rate, cardiac outputlar miqdori oshib ketadi. Bular oshishi oqibatida nima qiladi? Sistolik arterial bosimni oshirib yuboradi. Sistolik arterial bosim. Umuman arterial bosim oshadi. Asosan sistolik qismini oshirib yuborishiga sabab bo'ladi. Sistolik qismini. Aynan shu beta 1 adrenal retseptorlar hisobiga amalga oshadi. Aytmoqchi bo'lganimiz, mana bu qalqonsimon bez gormonlari, mana tiroid gland deb qo'yamiz. Aynan bu qalqonsimon bez T3, T4 gormoni ishlab chiqaradigan bo'lsa, bu degani aynan qalqonsimon bez funksiyasi kuchayib ketganda ham qon bosimi ko'tarilishi mumkin. Bu degani, agar bemorda ikkilamchi gipertenziya deb o'ylaydigan bo'lsak, yana qalqonsimon bez gormonlarini ham tekshirishimiz kerak. Xo'p, keyingisi buyrak usti bezi kasalliklari. Buyrak usti bezidan bilamizki, juda ko'p gormonlar ishlab chiqariladi, har biri o'ziga xos. Mana o'sha buyrak usti bezi. Buyrak usti bezining ikkita qismi bor. Korteks qismi, ya'ni mana bu atrofidagi po'stloq qismi, bilasizlar, va ichidagi mana bu medulla, qizil rangda turibdi, medulla qismi. Aynan korteks qismida 3 ta zonasi bor. Mana birinchi zona bu zona glomeruloza deyiladi, ya'ni kaptokchasimon zona bo'ladi. Aynan shu zonadan aldosteron ishlab chiqariladi. Aldosteron sintezlanadi. Endi zona fasciculata, ya'ni zona fasciculata qismidan kortizol gormoni sintezlanadi. Kortizol. Va zona retikularisdan jinsiy gormonlar ishlab chiqariladi. Jinsiy gormonlar ishlab chiqariladi. Demak, bu 3 ta zonadan. Zona fasciculata, zona retikularis. Endi mana bu medulla qismidan bo'lsa, medulla qismidan bu adrenalin va noradrenalin. Ya'ni epinefrin yoki norepinefrin gormonlari ishlab chiqariladi. Har bir qismni o'ziga xos kasalliklari, asosan xavfsiz o'smalari, adenomalari, misol uchun aytaylik, yurak usti bezi adenomasi, medulla qismi adenomasi bo'lishi mumkin, aldosteron qismi adenomasi bo'lishi mumkin. Har bir zonadagi adenomalar o'ziga xos kasalliklar keltirib chiqaradi. Misol uchun aytaylik, giperaldosteronizm degan kasallik bor. Giperaldosteronizm nomidan kelib chiqib turibdi. Giper, ya'ni ko'p degani, aldosteron ishlab chiqarilishini ortishi. Aynan bu mana bu zona glomeruloza qismida, aynan shu yerda aytaylik giperplaziya bo'lishi hisobiga, aytaylik shu yerda xavfsiz o'sma vujudga kelishi hisobiga paydo bo'ladi giperaldosteronizm. Ya'ni qonda nima bo'ladi? Aldosteron sintezi qonda oshib ketadi. Umuman aldosteron sintezi oshib ketadi. Giperaldosteronizm bo'ladi. Aldosteron miqdorining oshib ketishi, bilasizlar, nimaga olib keladi? Natriy bilan suvni buyrak orqali reabsorpsiyasi kuchayishiga olib keladi.
Buni oqibatida bilamizki, qonda suyuqlik miqdori oshib ketadi. Ya'ni preload, yurakka keladigan yuklama oshib ketadi. Bu esa o'z navbatida arterial bosimni oshirib yuboradi. Giperaldosteronizmda arterial qon bosimi yuqori bo'ladi. Bu degani davleniya yuqori bo'lyaptimi? Agar bemorda ikkilamchi gipertenziyaga shubha bormi, aynan buyrak usti bezini ham tekshirish kerak. Keyingisi Cushing sindromi. Cushing sindromi aynan buyrak usti bezini mana bu ikkinchi qismi zona fasciculata bilan bog'liq. Aynan shu qismni kortizol ishlab chiqarilishi ortishi natijasida shu qismda adenomasi bo'lishi mumkin, misol uchun. Ya'ni qonda kortizol miqdorining oshishi bilan ketadigan kasallik bu Cushing sindromi hisoblanadi. Aynan Cushing sindromida kortizol miqdori ortib ketadi. Kortizol miqdorini ortib ketishi aynan yurakda va qon tomirlarida beta retseptorlar sintezini oshirib yuboradi. Asosan endi yurak misolida oladigan bo'lsak, beta retseptorlar sintezini oshirdi. Natijada kardiak output, ya'ni yurakni qon otib berish kuchi oshib ketdi. Bu esa arterial bosimni oshishiga sabab bo'ladi. Hop, keyingisi bu feoxromatsitoma kasalligi. Feoxromatsitoma aynan bu mana bu buyrak usti bezini mag'iz qismi, ya'ni mana bu qizargan zonasi medulla qismiga bog'liq bo'ladi. Aynan medulla qismini xavfsiz o'smasi, ya'ni giperplaziyasi natijasida nima bo'ladi? Qonda adrenalin va noadrenalin miqdorlari keskin oshib ketadi. Aynan feoxromatsitoma kasalligi bu epinefrin yoki norepinefrin miqdorini qonda keskin oshishi bilan xarakterlanadi. Chunki xavfsiz o'sma, u yerda hujayralar ko'p gormon ishlab chiqaryapti. Bu esa epinefrin, norepinefrin ham beta retseptorlariga, ham alfa 1, alfa 2 retseptorlariga, ya'ni ham qon tomiriga ta'sir qiladi, ham yurakka ta'sir qiladi. Yurakda kardiak outputni oshirib yuboradi. Qon tomirlarda esa total peripheral resistance, ya'ni umumiy periferik qarshilikni oshirib yuboradi. Kardiak outputni oshish hisobiga sistolik arterial bosim baland bo'ladi. Umumiy periferik qarshilikni oshishi natijasida diastolik arterial bosim baland bo'ladi. Umuman olganda har ikkalasida ham arterial bosim, har ikkalasida ham sistolik ham diastolik arterial bosim baland bo'ladi. Demak, bu buyrak usti bezi kasalliklari, ya'ni mana bu adrenal gland kasalliklari edi. Adrenal gland muammolari ikkilamchi gipertenziyaga sabab bo'ladi. Hop, endi ikkilamchi gipertenziyani boshqa sabablariga to'xtalib o'tamiz. Demak, birinchisi bu nevrologik muammolar. Nevrologik muammolar ham aynan davleniya ko'tarilishiga sabab bo'lishi mumkin. Misol uchun aytaylik, nevrologik muammolardan travma, ya'ni bosh miya jarohati yoki miya shishi yoki miya raki yoki meningit yoki ensefalit. Bu kasalliklarning hammasini umumiy xarakterli belgisi, ya'ni bu kasalliklarda umumiy bitta proses kuzatiladi, ya'ni miyada miya ichki bosimi deymiz, черепное давление xalq tilida. Ichki bosimi. Miya ichki bosimi deymiz, xalq tilida oshishi kuzatiladi. Miya ichki bosimi bilasizlar, mana bu aynan miyada, miya qorinchalarida suyuqlik miqdorining ortishi, ularda bosim ortishi bilan xarakterlanadigan holat hisoblanadi. Aynan miya ichki bosimi oshgan paytda bemorda Cushing triadasi degan belgilar kuzatiladi. Cushing triadasi, miya ichki bosimi oshishi natijasida Cushing triadasi belgilari kuzatiladi. Bu qanday belgi? Bemorda heart rate, ya'ni yurak urishi pasayib ketadi, birinchi belgisi. Ikkinchisi, arterial bosim ko'tarilib ketadi.
va uchinchisi bemorda patologik nafas shakllari paydo bo'ladi. Patologik nafas shakllari paydo bo'ladi. Bulardan sizlar bilasizlar, Cheyenne-Stokes bor. Cheyenne-Stokes, Kussmaul va Biot nafasi. Biot. Aynan shu patologik nafas shakllari hosil bo'ladi. Shu uchala belgini bir vaqtda kelishi bemorda Kushin triadasini bildiradi. Ya'ni aynan bemorda mana bu travma bo'lsa yoki miyasida shish bo'lsa yoki miyada rak bo'lsa, bemor meningit yoki ensefalitga chalingan bo'lsa, miyada ichki bosim ortib ketadi. Natijada bu Kushin triadasiga olib keladi. Demak, Kushin triadasida yurak urishi pasayib ketadi, qon bosimi oshib ketadi va patologik nafas turlari paydo bo'ladi. Bu albatta og'ir holat hisoblanadi. Xo'p, endi keyingisi aorta koarktikasi. Aorta koarktikasi degan kasallik bor. Bu nima degani? Aorta koarktikasi degani mana bu aorta qon tomiri. E'tibor bersanglar. Mana bu aorta qon tomiri. Aynan shu aorta qon tomirining bir qismida mana bu strelka bilan ko'rsatib qo'yapman. Mana bu strelka bilan ko'rsatib turibman. Aynan shu, ya'ni mana bu zona, bu toraygan zona hisoblanadi. Mana chizib qo'yib, toraygan zona. Aynan shu narsa aorta koarktikasi degani, ya'ni bir qismini torayishi degani. Aortani endi bu mana bu nima deganda, bu yurak chap bo'lmachasi, bu chap qorincha va bu yerda aorta chiqyapti. Demak, yurakning bir qismi torayishi ekan aorta koarktikasi. Buni o'ziga xos qanday belgisi bor? Bu bir qismi toraygani hisobiga aytaylik, bu yerdan yelka arteriyasiga qon tomir ketadi va bu aorta pastga qorin aortasi bo'lib davom etadi. Aynan bu bir qism toraygani hisobiga qorin aorta tomonga, mana bu pastga qarab qon kamroq boradi va tepada qon dimlanib qoladi. Natijada nima bo'ladi? Natijada agar biz bemorni yelka sohasidan davleniyasini o'lchaydigan bo'lsak, arterial bosimni yuqorida dimlanish kuchli bo'lgani uchun yelka sohasida arterial bosim baland chiqadi. Endi biz son arteriyasidan davleniyasini o'lchaydigan bo'lsak, sondan arterial bosim farq qiladi, ya'ni past chiqadi. Mana bu aynan aorta koarktikasi uchun o'ziga xos belgi hisoblanadi. Bir qismi torayapti, toraygani hisobiga pastki qismda davleniya past, chunki toraygani hisobiga qon kam bo'lyapti. Tepa qismida esa qon dimlanish hisobiga davleniya yuqori bo'ladi. Hop, keyingisi homiladorlikda. Bilasizlar, homiladorlikda ham davleniya ko'tariladi. Bu homiladorlikka bog'liq bo'lgan davleniya. Mana bu aynan fetal development, ya'ni embrionda rivojlanishi. Mana bu urug'lanishdan tortib to embrion rivojlanib kelgungacha, ya'ni homiladorlik davrida bemorda qon bosimini oshishi kuzatiladi. Homiladorlik davrida asosan ikki xil patologiya hisobiga qon bosimi oshadi. Bular preeklamsiya va eklamsiyalar deyiladi. Ya'ni homiladorlik davrida qon bosimining ortishi qo'shimcha klinik belgilar bilan birga preeklamsiya, eklamsiya deyiladi. Nima uchun homiladorlik davrida qon bosimi oshadi degan savol tug'ilishi mumkin. Bunga sabab aynan embrionda organizm uchun haligi begona sifatida qabul qilinishi hisoblanadi. Xo'p, preeklamsiya bilan eklamsiyaning nima farqi bor? Har ikkalasining umumiy belgisi arterial bosim har ikkisida oshadi. Preeklamsiyada ham, eklamsiyada ham arterial bosim oshadi. Har ikkalasida ham nima bo'ladi? Proteinuriya bo'ladi. Proteinuriya. Buyrak orqali oqsillarni chiqib ketishi. Har ikkalasida ham shish bo'ladi. Shish. Oyoqlarda shishlar paydo bo'ladi.
har ikkalasi ham. Chunki oqsil ko'p buyrak bilan chiqib ketganligi uchun periferiyada oqsillar kamayib ketadi. Shuning hisobiga shish paydo bo'ladi. Va endi ikkalasini farqi nimada? Preeklamsiyada ham arterial bosim oshyapti, proteinuriya bo'lyapti, shish paydo bo'lyapti. Eklamsiyada ham shu bo'lyapti. Lekin eklamsiyada bulardan farqli o'laroq tutqanoq xurujlari ham bo'ladi. Tutqanoq xurujlari. Preeklamsiyada tutqanoq bo'lmaydi, eklamsiyada tutqanoq bo'ladi. Aynan shunisi bilan farq qiladi va o'z aslida preeklamsiya ham, eklamsiya ham bu embrion rivojlanishi uchun juda xavfli holat va homila tushish xavfi juda yuqori hisoblanadi. Xo'p, endi keyingi sababimiz bu turli xil dorilar. Ya'ni inson turli xil qon bosimini ko'taruvchi dorilarni ichib yurgani hisobiga ham qon bosimi ko'tarilishi mumkin. Bulardan qaysilar? Kokain va amfetamin hisoblanadi. Hozir kunda bularning orasiga yana bir guruh moddalar qo'shishimiz mumkin. Bular energetiklar. Bularning hammasi kokain, amfetamin, energetiklar bular umumiy hammasi bitta xususiyatga ega. Ya'ni organizmda simpatik nerv sistemasini aktivligini keskin oshirib yuboradi. Simpatik nerv sistemasi aktivligini oshirish natijasida bilasizlar, ham yurakda kardiak outputni oshiradi, ham periferiyada qon tomirlarini toraytirib, total periferial resistentlik, ya'ni umumiy periferiya qarshilikni oshiradi. Va har ikkalasi umumiy ravishda arterial qon bosimini oshishiga sabab bo'ladi. Aynan kokain, amfetamin, hozir kunda energetiklar bular qon bosimini ko'taradi. Shuning uchun ham hozir kunda yoshlarda energetik ko'p qabul qiladiganlarda qon bosimini oshishi kuzatilyapti. Va keyingi oxirgi sabab bu uyquda nafas to'xtashi. Ya'ni sleep apnea deydi ingliz adabiyotlarida, uyquda nafas to'xtashi. Nima bo'ladi? Bemorda, insonda umuman uyqu paytida nafas olish sekinlashib ketadi. Ba'zi insonlarda esa nafas olish keskin pasayib ketadi. Aynan shuni hisobiga organizmda nafas olish kamaygani hisobiga uyqu paytida kislorodni kamayishi kuzatiladi. Endi kislorodni nafas bilan kam kirishi natijasida miyani qon bosimini, umuman miyani uyg'otuvchi sistema, ya'ni simpatik nerv sistema aktivligi oshib ketadi. Va bu o'z navbatida nafas va yurak qon tomir markazini kuchli qo'zg'atib yuboradi. Natijada bilasizlar, ham arterial bosim oshib ketadi, ham nafas soni oshib ketadi. Nafas olish soni oshib ketadi. Ya'ni qanday? Misol uchun ba'zi insonlar aytadi, kechki payt uxlayotgandim, birdan nafas ola olmasdan uyg'onib ketdim deydi. Aynan shu insonlarda nafas kam olganligi uchun kislorod kam kelyapti va bunga javoban organizmga yetarli kislorod bo'lmaganligi uchun u nima qilyapti? O'zini o'zi kompensatsiya qilish uchun simpatik nerv sistemasini kuchli aktivlashtirib yuboradi o'sha paytda. Shuni hisobiga birdan uyg'onib ketadi bemor yoki inson va unda qon bosimi ham oshib ketadi, nafas soni ham oshib ketadi o'sha paytda. Aynan shuni sleep apnea, ya'ni uyqu paytida nafas to'xtashi deyiladi. Mana do'stlar, sizlar bilan gipertoniya kasalligini birlamchi va ikkilamchi turini, ya'ni essential gipertenziya, ya'ni bu gipertoniya kasalligi, buni sabablarini ko'rib chiqdik va Yevropa kardiologlar jamiyatidagi kasallikni kelib chiqish patogenezini, ya'ni asosiy mexanizmlar, qo'shimcha mexanizmlarni ko'rib chiqdik va ikkilamchi gipertenziyada qaysi kasalliklarda qon bosimi ko'tariladi va nima uchun ko'tariladi, nima sabab bo'ladi, bularni etiologiya patogenezini sizlar bilan gaplashib chiqdik. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda sahifalarimiz bor, ya'ni bular Telegramda, YouTube'da va Instagramda. A'zo bo'ling. Bizni ko'plab videolarimizni, ilmingizni rivojlanishda foydalaning va do'stlaringizga ham taklif qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.